Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Xabaringiz bo'lganidek, men ayni vaqtga qadar faqat o'zim yozgan she'rlarni aytib kelayotgan edim, lekin bugundan biroz yangilik qilmoqchiman. Orada o'zimga yoqqan shoirlarning she'rlaridan ba'zilarini sizlarga ilinganlarimni aytib bermoqchiman. Demak, bugungi she'rim O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov qalamiga mansub Dorboz she'ri. O'zi 2 bandgina xolos, lekin ulkan ma'no bor. Marhamat, boshlayapman. Bulutlarga yondosh osmon ostida kiprikdagi yoshdek turibdi dorboz. Qilichning damidek arqon ustida ko'zlarini yumib yuribdi dorboz. Odamlar, uni olqishlang. Qarang, u naqadar epchil va o'ktam. Bizchi, ba'zi bir ko'zi ochiqlar eplab yurolmaymiz katta yo'lda ham. O'ylaymanki, mazmunini tushundingizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.